o'tkaziladi. 15%gacha bo'lgan miqdorni naqd ko'rinishda olish mumkin bo'ladi. Bunaqa shartlar bo'yicha o'sha 103-qarorga asosan belgilanyapti imtiyozli kreditlarimiz. Bundan foydalangan ayollarni o'sha onlayn tarzda o'qitish, sertifikat olish, o'qigandan keyin chunki ularni biznes ko'nikmalarini hosil qilish, ularni tadbirkorlikni boshlashda risklarni xavfni oldini olish uchun birinchi o'qitib ko'nikmalar olib beriladi. Bundan tashqari bizda Xalq bankida o'sha 200 yillikdan ortiq birinchi biznesda boshlamoqchi bo'lgan yoki bo'lmasa qo'shimcha daromad olmoqchi bo'lgan ayollar uchun bizlarda biznes rejalar tayyor ishlab chiqilgan biznes rejalar mavjud va biz har bitta mahallaga uni iPhone tariqasida qilib olib borib qo'yganmiz. O'sha butun respublika bo'yicha o'sha biznes planlar, tayyor biznes planlarning moliyaviy hisobotlari bilan birgalikda ularning o'sha foiz bilan bo'lgani, hamma summalari qanaqa bo'ladi, necha foiz bilan boshlanganda necha foiz xarajat qilinadi va qancha daromad olish mumkinligi haqidagi tayyor loyihalar fabrikasi bizda mavjud va hozirgi kunda juda ham ko'p ayollarimiz ish bilan band bo'lyapti.